Bu kishiga hamma narsaga biz xo'p da detganmiz. Un hayotdagi achalari da deyilgan edi. Shunaqa bo'libdi hozir. Aysi qizim. Mana kichkina Asiya bolamga ovqat qilib beribdilar. Bu yerda qorlar gupillab yog'ib yotibdi. Tashqarida qor gupillab turganda, ichkarida gullar yashnab tursa qanday maza bo'lar ekanda. Mana shu gulimni yaxshi ko'raman, mana shuni. Marxon, sizchi bo'lar? Sizchi bo'lar? Men sizni yaxshi ko'raman deng. Voy asala. Qarab ko'ring chigarini. Ha, Gulmira, qaysi tanlaysiz? Men bu yoqqa. Qizi 1 yosh bo'ldi. Tortini birga tanlab olib ketamiz. Ayaz tanlaganda yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Alaykum assalom. Yo'q, bor ekan. Gulmira, siz rangiga qaramang. O'zi qanaqa yaxshi Ichini etsiz, so'rasangiz aytib beraman. Marojneli bo'lmasin. Marojneli piyoda. Yo'q, marojneli bo'lmaydi. Ha, bu yog'i marojneli. Qaymoq krem, yogurt krem, marojniy emas. Endi o'zingizdan ketib qoldinglar-da qizlarim. Rano, bark qizim. Bark. Jonim qizlarim. Dunyoni anglashyapti bular. Ha, ushlab ko'rib, yirtib ko'rib, uzib olib